Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün sözülmekçi boğunumuz Sadr-ı Şeria Ubeydullah ibn Mes'ud Tac-ı Şeria rahimahullah yazgan Tenqihul Usul fi ilmil usul namlıq kitabının 11. dersi, yani bazı bölekleri xaslanğan am degan babның ahirki davamı. Biz bundan ilgili derslerde bu bazı bölekleri xaslanğan am toğırlıq bir qancha meselelerini bayan qilib o'tgan edik. Yani yig'inchoqlab aytganda ba'zi bo'laklarga xaslangan am degan bir umumiy so'z keladi. Bu umumiy so'zning kellam orqali ulashiblar buningga bir istisno, yani chiqarib olish omillari. Masalan illa, g'ayr, lakinna degandek chiqarib olish omillari bilan ulashiblar keladi. Shuning bilan bu umumiy so'zning doirasidan ma'lum bir bo'lakni ve çıkırıp ötüdü. Ma'lum bir bölekni çıkırıp ötüdü. Bu müstakil bolmagan, çıkırıp ötüş amiller bilen buludu. Yoki müstakil bolgan söz arkalık. Bunun da çıkırıp ötüş amili yok. Yani illa, gayr, lakin ne degandek çıkırıp ötüş amili yok. Lekin bunun da nima var? Müstakil söz. Müstakil, öz aldı müstakil. Ya akıl arkalık çıkırıp ya söz arkalık çıkırıp ya örf adet arkalık çıkırıp ya uniki seviyesi bu makamga bu derecege yetmegenlik üçün çıkarıp alamiz yoki u seviyesi bu dereceden tushib ketganligi, kamlab ketganligi üçün çıkarıp alamiz deb hamma tafsilotini so'zlab o'tgan edik. Undan keyin biz istisno bilan bo'lgan, ya'ni istisno bilan, g'oya bilan, shart bilan bo'lgan, bunda mustaqil bo'lmagan, jumlaniki beshiga bog'liq bo'lgan jumlalarni ifodalagan çıkırıp algan bölüki bu qat'iy dalilni ifodalaydi ve bunu qolib qolgan bölügimi qat'iy, chiqib olgan bölügimi qat'iy dedik. Lekin mustaqil bo'lgan, yani söz bilan, örf odat bilan, aql bilan degandek chiqib olingan munda xas amlarniki qolib qolgan bölüki qat'iy, chiqib olingan bölüki zanni bo'lib qolganligini. Şundan bunun zanni hüküm çıktıqalıqını bu arkalık bunda ifadelengen hükümlerini hadis, ahad ve kıyasla ulanma onu xaslığı bulduğalıqını sözlep hemen tefsilatını bunun ilgili derslerde sözlep ötken edik. Emdi bu derste olsa Musannif rahimahullah deydi فَظَهَرَ هُنَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ. Yani hoş bu yerde emdi bundan ilgili derste taksisinin, yani söz bilen, kalam bilen bo'lgan taksisniki nima qilishdan buniki zanni hükümni isbotlaydiganligini Musannif rahimahullah ikki vajhidan bizga bayon qilgan, ikki jihatni bayon qilgan. Biri bu amaldan qoldirish degan nasxga o'xshaydi, yana biri istisnoga o'xshaydi. Şu iki o'xshashlik tarafini biz ko'zda tutib biz bundan nima manda qat'iy dalil chiqarmaymiz, yo'da hujjat bo'lmaydimi demaymiz, balki zanni dalil chiqaramiz deb shuniki bayon qilgan edi bundan ilgili darsda. Endi uniki tafsilotlarini bayon qilgan. Endi Musannif rahimahullah deydi fazahara huna al-farq bayna at-takhsis va an-nasx. Yani bu yerda biz yuqorqi masalani bayon qildikmi, shu bayonotlarning ko'rag'ili bo'ladiki taksis bilen nasx bir o'xshashlik tarafi bor deganimiz bilan amaliyotda bu ikkisi nima emas, bir emas. Farq bor. Bir jihatni o'xshaganda qismi bu ikkisining farqi ayrim. Deb buniki illatini bayon qilib bizga da'vat etdi. Illati fa innal 'ammallazi nusikha ba'du ma tanawalahu la yunsakhu bil qiyas. La yunsakhu bil qiyas deydi. Chunki özünün bazı bir öz içine algan böleklerinin
bir qismi amaldan qoldirilgan umumiy so'z la yunsahu bil qiyas. Qiyas bilan amaldan qoldirilmaydi. La yunsahu bil qiyas degan bu qiyas bilan amaldan qoldirilmaydi. Nima ish qiyas bilan amaldan qoldirilmaydi desa, buning illatini bayon qilib li annal qiyasa la yansahun nassa. Chunki qiyas degan nas degan gap Qur'on Karimning oyati degan bo'ldi, hadis degan bo'ldi, nas degan gap yani. Nasni nima amaldan qoldirilmaydi. Qiyas degan nasni amaldan qoldirilmaydi. Nima ish nasni amaldan qoldirilmaydi qiyas desa, iz huwa la yu'ariduhu. Chunki qiyas nasga tang turolmaydi. Nas bilan qarama-qarshilanmaydi, ro'bara turolmaydi. Nima ish nas bilan qarama-qarshi turolmaydi desa, li annahu dunahu lakin yukhassisuhu. Nima chunki nas nimishqa qiyas nimishqa nas bilan qarama-qarshi turolmaydi desa, chunki qiyasning darajasi nasning darajasidan tuvan. Shu sababdan nima nas bilan qarama-qarshi turolmaydi. Lakin yukhassisuhu degan nas nima qiyas nasni xoslaydi. Amaldan qoldirmaydi, balki xoslaydi. Va la yalzamu bihil muarada. Bunun bilan muarada yani qarama-qarshilik kelib chiqmaydi. Anladın? Qarama-qarshilik kelib chiqmaydi. Nima ish qarama-qarshilik kelib chiqmaydi? Li annahu yubayyinu annahu lam yadkhul. Li annahu yubayyinu annahu lam yadkhul. Chunki bu taxsis degan, yani bu xoslash bu xoslangan bo'lakning amning doirasiga aslida kirmaganligini bayon qilib berdi bas. Bu amaldan qoldirmaydi, uni balki bayon qilib berdi. Endi bu gaplarga hammasiga bir oddiy bir misol keltirib esiliga. Oddiy bir misol nima bilan nasx bilan, yani amaldan qoldirish bilan xoslash degandagi ikkisining farqini sizlarga tushuntirib beray. Oddiy bir misol bilan. Yani bir maktabning bosh mudiri va bosh mudiri. Bu maktabning bosh mudiri degan bunda bir hukm chiqadi. Yani bunda bir gapni e'lon qildi. Yani bu hafta o'quvchilar maktabda to'liq o'qiydi. Yani bu hafta imtihon haftasi, bu hafta o'quvchilar maktabda to'liq o'qiydi dedi. To'liq o'qiydi deb o'qitirishni e'lon qildi bosh mudir. Undan keyin seshanba kuni, bir kun ikki kun keyin seshanba kuni deb qo'yaylik misolga. Seshanba kuni bosh mudir dushanba kuni kech bosh mudir bunda deb e'lon qildi. Seshanba kuni o'quvchilar maktabga kelmasin. Seshanba kuni o'quvchilar maktabga kelmasin deb e'lon qildi. Mana mushuni nima deymiz? Nasx deb ataymiz. Ya'ni bosh mudir 5 ta bu hafta kamil o'qiladi deb o'qitirish chiqadi. Undan keyin dushanba kuniga seshanba kuni maktabga o'quvchilar kelmasin degan gap chiqadi. Demak, seshanba kuni degan bu xos so'z. Mahatti kamil o'qiydi deganga umumiy so'z. Lekin xos so'z, umumiy so'zga nima qarama-qarshi kelib qoldimi? Qarama-qarshi kelib qolgandan keyin mushu seshanba kuni bolalar amaliyotda maktabga kelmaydi. Maktabga kelmaydi. Nima sababdan? Bosh mudirning o'zi umumiy so'ziniki bir qismini, ya'ni bu seshanba kuni degan bir qismini amaldan qoldirganlik uchun bolalar maktabga kelmaydi. Nima ishga maktabga kelmaydi desa, nima bosh mudir nima dedi? Bosh mudir chunki bugun havo rayonining oldin ma'lumotda bugun yomg'ir yog'di deb ma'lumot keldi. Shunga yomg'ir yog'ish sababi bilan seshanba kuni o'quvchilar maktabga kelmasin, yo'lda salda qilib taqsim bo'lsin deb qoldirgan bo'lsa, endi shu bosh mudirdan buruq kelmagan ahvolda ondan çarşamba günü yomg'ir yog'ib qolsin, avvalda bosh mudirdan çarşamba kuni maktabga bormaslar deb buruq kelmasa, uqtirish kelmasa, nima muallimni muallimni biz qo'pab yoki o'quvchi qo'pab hamda seshanba kuni yomg'irni deb qo'yib bergan maktabdan. Bugun mataylig'in maktabga bormaylar. Bugun kompyuter deb ya muallim demisi ya o'quvchidan bilsa ma'ni qiyos qilib nima qilolmaydi? Qiyos qilib hukm chiqarolmaydi. Belki bunun çoğun baş mudirdan buyruq kelish kerak. Mana ma'u nima bo'ldi? Ma'u nasx amaldan qoldirish degan ma'u. Tushunamizmi? Endi nasx deganni tushunib bo'ldik. Endi biz taxsis, ya'ni xoslash deganni tushunib boqaylik. Xos yana mush o'xshash misholga yenib kelaylik. Bugun bosh mudir bunda bir buyruq uqtirish chiqadi. Bosh mudir bunda uqtirish chiqadi. O'quvchilar
Hozir imtihon vaqti, imtihon vaqti. 2-3 hafta oldu imtihon bergan to'liq o'quvchilar. Bugun o'quvchilar bu hafta kamil to'liq o'qiydi. O'quvchilar kamil o'qiydi deb uqtirish chiqadi bosh mudir. Undan keyin bu o'quvchilarning ichida Ahmad, Samad, Mehmet deb 3 tane bala, 3 tane bala var. Bu balını muallim hamdi. Muallim bu 3 balığını nima dedi? Ma üçünler imtihanını silik anan neticeden bir bolduğunlar silik imtihan bir bolğanlığı silik mektepke kami sağlamı buludu deb muallim dedi. Muallim mektepke kami sağlamı buludu dedi. Lekin baş mudir nima dedi? O'quvchilar mektepte bayapti to'liq o'qiydi dedi. Lekin muallim nima dedi? Mehmet, Ahmet, Sametler imtihan bir bolğanlar mektepke kamisimi buludu dedi. Mana muşu taksis. Buniki ilgili misallar qanday farq var desanglar da öyle bakama. Ma meselede Ahmet, Mehmet, Samet degan ma üçöylen aslida nima uchun kim ekan? Bosh mudir maktabda bolalar maktabda to'liq o'qiydi degan o'quvchining ichida kim ekan? Nimishqa mudirning demakchi o'g'ini, asli demakchi o'g'ini bosh mudirning. Ya'ni imtihon bilmagan o'quvchilar bir to'liq imtihon berish uchun maktabga kelib o'qiydi demakchi. Bu gapni nima muallim nimaniki bosh mudirning haqiqiy maqsadini tushungachga shuni tushundirib shular o'quvchi imtihon berib bu kamisin budu dedi. Lekin Ahmad, Mehmet, Samet maktab kamisin budu degani hargizmi muallimning bosh mudirniki o'qitirishiga qarama-qarshi chiqqanlik emas. Chunki muallimning bosh mudirning qarama-qarshi ish chiqarishga nima yapmaydi, huquqini yapmaydi. Buni mundaq qilganligi bosh mudirniki gapini aniq tushunganligi. Amaliyotda bosh mudirniki buyrug'ini ichiga Ahmad, Mehmet, Sametlik kim yediganligi, boshida kim yediganligi. Bas bu kim yediganligini xaslab chiqarib olish orqali bizga bildirib berganligi. Tushundingmi? Mana xaslash bilan nima qilishdan amaldan qoldirishning farqi shu. Amaldan qoldirish demak, xabarni xaslash deganlik uni amaldan qoldirish deganlik emas. Amaldan qoldirish deganlik emas. Endi musannif rahimahullohmi şu zamandaki, şu kitap yazgan zamandaki meselelerge, şu zamandaki halkı tushunadigan şekilde bir misallarni bayon qiladi. Bizim bu misallarni tushunib bitaylik. Biz meselelerge hozirgi zamandagi misalni bayon qildim. Va huna masailu min al-furu'i tunasibu ma zakarna. Yani bu yerda furu'tin bo'lgan bir muncha masalalar bordir. Tunasibu ma zakarna degan biz so'zlab o'tgan narsalarga munosib keladi. Endi Una mesailu minel furu' degan nima? Tarmoq. Biz 5 ta nimani tushunib o'tganda, usulul fiqh deganni ta'riflab o'tgan vaqtimizda, usul degan nima? Ma yubna alayhi g'ayruhu degan. Ya'ni boshqa narsalar uning ustiga qurilgan narsa. Ya'ni asl, asos, ul degan ma. Demak, usulul fiqh desak, fiqhning asosi nima? Shu qoida prinsiplar. Fiqhniki shekhi, tarmoqi nima? Fiqhlar, shu qoida prinsipdan chiqqan tarmoqlar dedik. Shuna tarmoq nimalar fiqh hukmlari. Masalan, fiqh hukmlari furu' degani fiqh hukmlari demak endi. Ani fiqh usuli emas, fiqh hukmlari, furu' degani yani fiqh hukmlaridan sizlarga bir qancha masala bayon qilamiz. Shu masalalar nima? Biz tilga so'zlab o'tgan narsalar deymiz. Tilda so'zlab o'tgan narsa nima? Istisna. Biz shu amda 3 narsani zikr etdik asosiy. Mana bir qismi xoslangan am degan mababda biz asosiy 3 narsada aylandi bizniki gapimiz. 3 xil. Xasa biri istisna. Chiqarib olish. Istisno vositalari, chiqarib olishma. Yeni biri mustaqil bo'lgan so'zdan nima qilish? Xoslash, taxsis, xoslash. Yeni biri amaldan qoldirish. 3 gapni so'zlab o'tdik biz. Asosiy omniki o'sha xoslash babida 3 gapni ya istisno orqali, ya nasl amaldan qoldirish orqali yoki xoslash orqali. Bu 3 biri bilan umumiy so'z ma'lum bir bo'ligiga xoslanib qoldi. Ma'lum bir bo'ligiga çekilinip qoldi degan mushu o'qitdi nimasida mushu o'qimni bildirdik. Xo'sh, endi musannif rahimahulloh mishada men tarmoq masalalarini muammo masalalarni biz so'zlab o'tgan yuqorqi mushu 3 shayga munosib keladigan tarmoq yani fiqh hukmlaridan bo'lgan bir qancha misollar bor. Buni bayon qilaman deydi. Deydiki fa nazirul istisna'i endi yana aytdim qo'man istisna yine biri nasx, yine biri taxsis deb 3 narsaniki doirasida aylandik biz to'xtamaymiz shu amning babida. Shunga da'vat endi bizga fiqhdan chiqqan istisnoning misolini keltirib berishlik deydi. Fiqhda
Bu degan gapni demak, hozir bunda demak cho'g'ini Musannif rahimahullohning. Hozir to'xtamay nazariya o'qiyotimiz. Usul fiqriya men nazariya xuddi olamning xaritasiga o'xshaydi. Olam dunyo xaritasiga. Undan keyin bir adam dunyo xaritasiga qarab hamma yerda u ekan deb bilib, amaliyotda shu ayolga bag'a vaqtida amaliyotda bag'ini fiqhining o'zi. Fiqh hukmining o'zi. Mana dunyo xaritasiga qolgani degan nima? Fiqh usul fiqhi. Ya'ni umumiy jihatni qaraymiz buningcha. Shunga ham bizga misollarni, ya'ni bizga amaliy misollarni bayon qilib bermoqchi endi. To'xtamay nazariya bilan amaliya birlashmaganda mantiq qoidasi bir qoida bor. Nazariya bilan amaliya birlashmaguncha nima? Tasdiq haqiqat hosil bo'lmaydi deydi. Haqiqat. Ya'ni bir odam haqiqiy bir narsa bilish uchun bu bilgan nazariya hukmini amaliyaga nima uyg'unlashtira olishi, tatbiqlay olishi kerak. Agar nazariyani amaliyaga tatbiqlanmasa bu bilgan bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda bizga texnik qulaylik bo'lsin uchun bizga amaliy misollarni keltirmoqchi. Davatudu fanazirul istithna'i ma iza ba'al hurra vel abda bi thamanin. Hamda ma o ikki misol bayon qildi istisnoga. Ma bir misolga buni. Ya'ni istisnoning misoli, fanazirul istisno degan istisnoning misoli ma degan andaq bir misolki iza ba'al hurra vel abda bi thaman degan bir odam bir ozod bilan bir qulni bi thaman degan bir bahoga, bir bahoga sotibdi. Bir pulga degan gap bir bahoga, ya'ni ozod bilan qulni 1000 ko'yga sotibdi. Bir ozod bir qulni 1000 ko'yga sotibdi. Mana bu shu istisnoning misoli. Bu misolda amiyada asli istisno degan gap qarindoshlar bilib olinglar. Men dedik sizlarga illa lakinna g'ayra degandek bunda labziy kiradi, amaliyotga ketadi. Ma misaldagi istisno va amaliyoti yo'q, lekin maniki buniki mushu jumlaniki hukmi xuddi istisnoning hukmiga o'xshaydi. Anladın? Yani ma'naviy istisno deb qo'shaq bo'ladi yana buni. Ma'naviy istisno labzida bo'lmasa-mu, xuddi istisno qilgan ishning o'zini qiladi. Qanday qildi deganda, chunki al-hurmatga ozod bilan bir odam qulni sotsa, tabiiylan ozod sotilmaydi. Nimishqa? Ozod degani sotish harom, ozodni sotib qo'ymaydi bu yerda. Qulni sotib qo'yadi. Xuddi bu masala masalan hozirgi zamonda qul ozod degan gap hozir o'tgan zamonda bo'lganmi, hozirgi zamonda yo'qmi? Bizniki zamonimizda bir odam ulab qo'yilgan tiy qo'yni bilasiz. Uzlab qolgan qo'ylan tiy qo'yni yoki bo'g'izlab o'tgan qo'yni sotibdi. Tushunarmi? Yoki haroq bilan bir ichimlik bunda halol ichimlik deb meni sotibdi. Yoki bir harom narsa bilan halol narsani bil olib sotibdi demakchamda. Bunda sotgan bo'lsa, bu savdo bu yerdagi masala nimaga xuddi nimaga olib qoldi? Istisnoga o'xshashdi. Istisnoga o'xshash. Ya'ni nima o'ta sotish halol qilingan sotilgan halol qilinmagani sotilmagan shaklda xuddi illadi men kelganday. Masalan, ba'al hurr masalan men ma ozod ma ikki qulni sotdim desa, bu ikki qulning birisi ozod birisi qul bo'lsa, tabiiylan yani illa degan gapni biz kelgan bo'la qatmaga. Bi'atu hadal abdayn illa hadal hurr. Ma ozodni sotmadim, ma qulni sotdim deganda bir gap chiqdi tegida. Tabii yani u demagan bo'lsa-mu, o'zi chiqib qoldi, nima chiqib qoldi, chunki ozod degan sotilmaydi. Sotish harom bo'lgan narsa sotilmaydi. Andan saqlamaydi uni shariatda. U satsimi, aniki qarshi tarafniki nimasiga o'tmaydi, igilik huquqi o'tmaydi. Chunki shariatda mal savdo harom, savdo fasid, bey fasid tutdi. Mana bu yerda shunga o'xshadi. Endi buniki yakunini keyin chiqaramiz. Demak, mal manda suratda bir adam 1000 ko'yga bir qul ozod qul, birisi ozoddan birisi qulni sotib 1000 ko'yga sotgan bo'lsa, demak birisi o'tkeldi ana nomiga, birisi o'tkelmagan bo'lsa, demak bu savdo halol emas degan gap. Nimishqa? 1000 ko'yga ikki narsani oldi olmoqchi odam. 1000 ko'yga ikki narsani oldi. Lekin olmoqchi odamning nomiga o'tkazishdi, birisi o'tkeldi. Yine birisi o'tkelmaydi. Yine birisi o'tkelmagandan likkiday bu 1000 ko'yga olgan narsa ikki narsa o'tkelmay, birisi o'tkelgandan bu savdo so'damaydi. O'tkelsa ikkinchi o'tkelsa, o'tkelmas bo'lsa, ikkinchi o'tkelmas bo'lsa. Anda olgandan bu savdo nima emas, halol emas. Bu savdo emas, tishilmaydi, bu savdo fasiddir. Endi ikkinchi misoli aw ba'a abdayni illa hada bi hissatihi min al-alf. Min al-alf. Ya'ni aw ba'a abdayni. Yani ikki qo'lni sotibdi, ikki dona qo'lni sotibdi. Illa hada. Faqat ma sotmabdi. Ikki qo'lni masalan 1000 ko'ga sotibdi.
ikki qo'lni mumko'ga setib, ikkilarni qo'lni, ikki qo'yni setibdi masalan, ikki qo'yni deb qo'yiladi hozirgi zamonda. Ikki qo'yni mumko'ga setibdi. Mumko'ga setibdan illa hadam, lekin men sanmayman, biroq men sanmayman deb qopdi. Ma ikki qo'l mumko'y, ma ikki qo'l mumko'y, lekin men sanmayman. degan bo'lsa, illa hada bi hissatihi min al-alf, ya'ni ma ikki qo'l mumko'y, lekin men sanmayman, shu mumko'ydan, mumko'y bo'ldan, mening hissini satmayman, qolganini satmayman debdi. degan bo'lsa, yabtulul bay'u degan masuratda bu savdo nima bakachilab ketadi. Bu savdo inovatsiz, bu savdo kuchga ega emas, bakachi. Nemishqa bakachi? Desam nimada? Musannif rahimahulloh illatni bayon qildi. Li anna ahadahuma lam yadkhul fil bay'i. Li anna ahadahuma lam yadkhul fil bay'i. Chunki bu ikkinchi suratda, beshinchi suratdami, ma ikkinchi suratdami nima savdo bakolab ketdi, nemishqa? Chunki bu ikkisining biri 5-ki suratda ozod satiladigan nimaniki malning doirasiga kelmaydi. Savdoning doirasiga kelmaydi. Ikkinchi suratda bo'lsa, malga mansamayma degan qo'l satiladigan doiraning ichiga kelmaydi. Undan keyin fasaral bay'u bil hissati ibtida'an. Fasaral bay'u bil hissati ibtida'an. Bu savdo baştalan hissini setishib qoldi. Baştalan hissini setish. Bu joiz emas. Bu joiz emas. Nemishqa baştalam hissini setish? Endi shuni angla. Hissini setish degan gap. Men abayda tushuntirib o'tdim beshta. Ya'ni ma ikki qo'y mumkin. Lekin men sanmayman desa, demak nima degan bo'ti bor? Ma ikki qo'y mumkin, lekin men sanmayman desa, demak meni satmayman. Men satitqinim ya 600 qo'y, men satmayotganim 400 qo'y degan gap bo'lish kerak asli. Asli bu odam o'zi degan bo'lsa, Maş koymun koy, lekin men sanmayman, lekin men satmayotganim 400 koy, satayotganim 600 koy deb uni uchiqtirgan bo'lsa masala yo'qdi. Unda masala yo'qdi. Anda demak bu yerda mash koy mumkin, ikki qo'y mumkin, lekin men satmayman deb qo'ydi. Men satmayman deb qo'ygandan keyin buniki qancha pulligini bilmay qoldik biz. Andan satayotganim necha pul? Satayotganim necha pulligini qolmagandan keyin satmayotganim necha pulligini qolmaymiz. Satmayotganim necha pulligini qolmagandan keyin satayotganim necha pulligini qolmaymiz-da. Bu yerda jaholat kelib chiqdi. Ba'zi bilmagandan keyin bu yerda talash chiqib chiqdi joyda. Andan ba'zi bilmagan narsani keyin egisi modiy qiymatli deb turibsan, deyapti. Nima desa deyapti? Joyda men sotib olgan odamga nima bo'lish ziyon bo'lish ehtimoli hozir. Savdo tijoratda talash chiqib chiqqan har qanday tijorat nima? Nima bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi, hammasi batil, inovatsizdir. Shunga shariat menda odil shariat. Endi men yerda sababini bayon qilmay deydi. ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد. Yani ولأن ما ليس بمبيع çünkü satılmaydigan narsa degan. Satılmaydigan narsa. Meyadagi masuratdagi ozod bilan qulning ichidagi satılmaydigan narsa qolsa. Ozod bilan qulning ichidagi satılmaydigan narsa ozod satilmaydi. Qul satiladi. Endi ikkinchi suratdagi satılmaydigan narsa qolsa, ikki qul mumkin lekin meni satmaydigan satilmaydi. Avu satmaydigan satiladi. Demak, mabiy degan, laysa mabiy degan satilmaydigan qul yoki satilmaydigan azad yasiru shartan li qabulil mabi'i fayafsudu bi shartil fasid degan satilmaydigan azad yoki satilmaydigan qul istisno qilingan qul nimaning shartida? Shu satilayotgan narsaning qabulining shartida. Satılayotgan narsaning qabuli. Qabul degan nima gap? Meyda qabul degan gap savdoda ikki rukn bor. Savdoda ikki farz bor. Asosiy farz. Birisi ijob, yana birisi qabul. Savdo bilimida. Ijob degani ikki savdolashuvchi eng boshlab 5 ta baho qo'ygan, ya'ni ma mashinamni 500 ga olamsa, ma mashinamni 5000 ga olamsa desa, og'chi oldim desa, olamsa degani ijob, oldim degani qabuldir. Agarda shu aksi tartibga ma mashinangizni sotib olg'ish kelib, ma mashinangizni 5000 ga sotamsa desa, ma ijob bo'tu, satdim degani qabul bo'tu. Endi demak, ikki savdolashuvchiniki eng dastlabda baho qo'yib, manchi pulga sotamsiz, olamsiz degani ijob, oldim, satdim degani qabul bo'tu. Tushundingmi? Unda qolganda ashuli qabulul mabi'. Ya'ni demak, qabul degan gap nomi o'tash degan gapda hamda. Nomiga o'tash, sotuvchining nomi o'tash degan gap. Satiladigan malning qabul degan, satiladigan malning qabuli degan, shu sotib oluvchining nomiga o'tishiga nima? Satilmaydiganning billa o'tishi nima shartlab qoldi.
Anda olan feyafsulu bir şartıl fasit. Anda olan dikin bunda bozuk şartılan ma sak bolgan narsani buzulup ketadi. Nimishqa? Biz tushunib o'tgan masalaga. Ya'ni bir narsani 2000 qo'y dedimi? 2000 qo'y dedi. Ya'ni bir narsani ma 2 qo'yni 2000 qo'yga sotdim. Lekin meni sotmayman. Debdi. Ma 2 qo'yni 2000 qo'yga sotdim, lekin meni sotmayman debdi. Anda degan chaqda demak 2000 qo'y degan gap, 2000 qo'y degan gap 5'tiki baha şartma. Baha şartma. Endi 2000 qo'yga sotdim, lekin meni sotmayman desa, demak dastlabda 2000 qo'yga sotdim degan gap bu. Lekin meni sotmayman dedi. Mushu 2000 qo'yga sotdim degan gap kuchga ega bo'lish uchun cho'qim 2 setilish kerak. 2 setilish kerak. Lekin men meni sotmayman degan gap 5 deb qo'ydi. 2000 qo'yga sotdim dedi, unga meni sotmayman dedi. Cho'qim bu 2000 qo'y degan gap setilish uchun cho'qim 2 setilish kerak. Lekin men 2 setilmay 1 setilib qoldi. Biz demak 2 ma yeni bizniki setilish uchun, yeni biniki istisno qilinmaganning, chiqib olinmaganning joyida setilish uchun ma yeni bisimiz setilish kerak nimishqa 2000 qo'y deganga sotdim degan gap bor işte. Endi agar mush bir ham qilib qo'ydi desak, u chaq talash tartib chiqib chiqadi. Biniki pulini nachib qo'ymoqmaymiz. Nimishqa? Adam nima deydi? Og'izda masatva sotgan adam ma'lum pulisi manchi qo'y, ma'lum pulisi manchi qo'y deb aniq demedimi? Undan keyin ha bo'pti oldim deb ani uni bildi desak keyin mavo manchi mi qo'ylaq qildi, sizga sotganim sotmaganim ajandi, sotganim bunda qiymatli deb turasa hech nima qilolmaydi. Demak bu yerda talash tartib chiqib chiqdi. Talash tartib chiqib chiqqan va buniki bahosini bilolmaslik kelib chiqamda. Bahosini bilolmaslik kelib chiqqan vaqtda bu yerda bu savdo olmaydi. Bu savdo bakachi olib ketadi. Ama Musannif rahimahullah bizga istisnoning misolini bayon qiladi. Fiqhning ichidan bizga chiqqan istisnoning misoli ma'vo. Ya'ni o'ylab qo'yinglar, istisnoning misoli bir ozoddan qulni sotsa, bu yerda istisno uch kelmagan taqdirdami, xuddi istisno chiqaveradi. Istisno chiqaveradigan qandaylar bo'ladi yani. Istisno ozodni sotmadim, qulni sotdim degandek gap bu yerda. Chunki sotilmaydi u. Undan keyin illa degan ikinci misolda istisnoni uch keltirdi. Istisnoni keltirdimi? Istisnoni keltirgandan keyin meni sotmadim deb umumiy hukmlikda ham beni chiqarib oldi. Umumiy hukmda ikkinchi suratda umumiy so'zdan xos bo'lgan bir so'zni chiqarib oldi, xususiy bir so'zni chiqarib oldi. Bu chiqarib olgandan keyin buni hukmi bunda o'tdi, buni hukmi bunda o'tdi deb shu istisnoning hukmini fiqhda bunda bayon qilingan. Demak, mana ikkinchi suratda bu savdo halol emas. Nima sababdan? Istisnomish yerda istisno ta'sir ko'rsatmish yerda. Istisno shu savdoniki halol bo'lmasligiga nima kuchga ega bo'lmasligiga, to'g'ri bo'lmasligiga nima sababchi bo'ldi? Asos sababchi istisno. Istisnoning o'ylab yo'li bor demakchi. Endi bu yerda ikkinchi qilib bizga nasx, ya'ni amaldan qoldirishning misolini keltirdi. Va nazirun nasxi. Va nazirun nasxi, ya'ni amaldan qoldirishning misoli. Xo'sh. ونظير النسخ ما إذا باع عبدين ب1000 فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته. Hoş. Endi amaldan qoldirishning misoli ma degan, yani bu mavzuni andaq bir misoldir ki iza ba'a abdayn bi1000. Qachonki bir adam ikki dona qo'lni 1000 qo'yga sotibdi. 2 qo'lni. Ya'ni 2 qo'y deb qo'ylar hozir. 2 qo'yni 1000 qo'yga sotibdi. Famata ahaduhuma qabla at-taslim. Bu 2 qo'yning biri sotquchi sotuvchiga o'tkazib berishdan burun, topshirib berishdan burun ulab qolibdi. 2 qo'yning biri ulab qolibdi. Yabqal aqdu. Bunda suratganda bo'ldi. Yabqal aqdu fil baqi bi hissatihi. Ya'ni mas'ulatda bu to'xtam, bu savdo to'xtami fil baqi degan, ya'ni o'lmay qolib qolgan, hayot qolib qolganida bi hissati degan, shuning hassiga baqib o'tdi. Shuning qancha pullik bo'lsa, bozor bahosida qancha pul bo'lsa, qancha bozor bahosida shu qancha pul bo'lsa, shu hayot qolgan qo'y, shu qo'yning pulisi nimaga sotquchiga beriladi. Sotib oluvchi nima ulab qolganichi deganda, ulab qolgani shu sotquchining qo'lida turib ulab qolganlik uchun bu sotquchining haqidagi savdo baka buzilib ketgan bo'ladi. U amaldan qolgan bo'ladi yana. Ya'ni amaldan qildirish degani shu qo'y ulab qilish bilan
sabit ulab bo'lgan haq. Ya'ni asli ikki qo'yni 1000 ko'yga sotdi. Ikki qo'yni sotquchi sotib oluvchiga 1000 ko'yga sotdi. Demak, sotib oluvchining gadiniga 1000 ko'y berish vojib sotquchiga, 1000 ko'y berish vojib. Sotquchining gadiniga ikki qo'yni sotib oluvchiga berish vojib. Lekin shu sodini qilish bo'lab, sodini dish bo'lab, bitish bo'lab, shu asnoda sotquchining qo'lida turib ikki qo'yning birisi ulab qoldi. Ikki qo'yning birisi ulab qolganining o'zi nimaga o'xshaydi? Nima bo'shaydi masala? Mush ulab qilishning o'zi nima amaldan qoldiq uchun nasx bo'ldi. Demak, desabdiki 1000 ko'ylaq soda nimaning haqida? Mush ulab qolgan qo'yning haqidagi soda amaldan qoldi degan gap yani. Asli sabit bo'lib bo'lgan. Asli 1000 ko'y pulni berish sotquchininki sotib oluvchining gadiniga sotquchiga 1000 ko'y berish asli gadanga vojib bo'lib bo'lgan. Lekin vojib bo'lib bo'lgandan keyin ma qo'yni ulab qilish sababidan nima bo'ldi? Sabit bo'lib bo'lgan haq, yani muqimlashib bo'lgan haq nima bo'ldi? Amaldan qoldi. Amaldan qoldi. Shu vaqtida, shu chaqda andin nima qildi? Amaldan dastlabdan namoz o'tkazib bo'lgandan keyin u so'di desab so'di bo'lib bo'lgandan keyin shu munda chaqda mashallah nimaga o'xshamaydi beshtikiga. Munda vaqtda nima bo'ldi? Qap qolgan, hayot qolgan qo'yning bahasini itib, bozor bahasi bo'yicha undan keyin shuning pulisini bitdi. Ya'ni 500 ko'y olsa, 500 ko'y, 600 ko'y olsa, 600 ko'yni sotquchiga bir to'p pulisi qancha pullik bo'lsa hayot qolgan qo'yning pulisi. Endi ilgirki masalada buni o'xshamaslik tarafi qarshi taraf bo'ldi. Ilgirki masalada istisnoda shu istisno qilingan, chiqarib olingan qismi aslida umumiy so'zning doirasi kelmagan. Istisno qilingan, chiqarib olingan qismi aslida nimaga umumiy so'z, ya'ni masalan ozat bilan qulni sotganda ozat aslida men ikki qulni sotdim degan bilanmi u ozat qul olmagandan keyin aslida sotdim degan gapni ichiga nima qilmagan? Istisnoda ismiki ichiga daxillab kelmagan. Aslida shu nima sotilgan narsaniki ichiga daxillab kelmagan. Kelmagandan keyin bu so'zni kuchli emas. Sababini burunda bo'ldi. Lekin bu nasxda, ya'ni amaldan qoldirishdi desa, kip bo'lgan. Men ikki qo'yni sotdim, ikki qo'yni mingga sotdim dedi. Lekin qo'yni topshirishdan burun bir qo'y ulab qoldimi? Demak, mal so'dini ichi kip bo'lgan. Ikkinchisi sotilib bo'lgan, ikkinchisi. Lekin qolgan ish nimada? Shu malni sotib oluvchiga topshirish edi. Agar malni sotib oluvchiga topshirib bo'lgandan keyin ulab qolsa, u chaqda sotib oluvchi pulni berish kerak vojib bo'ldi. Lekin qulga elishdim burun Anmanı qudu ulab qoldimi? Jan bayat qazo bo'lgandan keyin. Ulab qolgandan keyin bu setilib bo'lgandan keyin mani ulab qilish degan ishi shu sabab bilan nima? Ma bu so'da amaldan qoldi. Mani bir qo'yning so'disi amaldan qoldi, mani nasx deb ataladi mana. Nasxning misoli ma o deydi. Mushuni uyg'un ketadi deydi. Undan keyin Musannif rahimahulloh 3-chi biz eng ashudimizda biz shu ustida tadqiqot olib berayotgan, shu ustida bahs munozara olib berayotgan taxsisning misoliga keldi 3-chi qadamda. Bizga ham 5 dan tortib shu 3 darsning ichidagi hamma xulosasidagi shu misolga mujassamlamoqchi Musannif rahimahulloh. Deydiki: "Va naziru taxsisi ma iza ba'a abdayni bi alfin ala annahu bil khiyari fi ahadihima." Endi ve naziru taxsis. Ama taxsis yani xaslashning misali. Endi xaslash dedik 5-dan tortib istisno chiqarib olish, amaldan qoldirish, xaslash deb. Amni 3 xil bilan ma'lum bir umumiy so'zni xususiy so'zga aylantirdik 3 xil yo'l bilan. Endi shuniki 3-inchisi nima? Taxsis oldu. Taxsisning misoli deydi. Taxsisning misoli ma degan yani andaq bir misolki iza ba'a abdayni bi alfin. Yani qachonki ikki qulni 1000 ko'yga satsa ala annahu bil khiyali fi ahadihima degan ala anna deb kelsa shart degandir. Shu shart bilanki bu sotquchi bu ikki qulning birida ixtiyor bor. Yani bu ikki qulninki birini satmaslikda ixtiyor bor degan. Yani bir adam ikki qo'y deb qo'ylar, biz qo'yni misol olaylik, hozir qul olmagan degan zaman. Yani bir adam ikki dona qo'yni, oq qo'y, qora qo'y, ikki qo'yni 1000 ko'yga sotibdi. 1000 ko'yga sotib, lekin setishda shu shart bor ekan. Men ikki qo'yni 1000 ko'yga sotdim, lekin oq qo'yni setish satmaslik ixtiyorim bormi?
bu ixtiyor qancha kun bo'ldi? 3 kun bo'ldi. Imom Adam Abu Hanifa rahimahullohning ko'z qarashida bunda ixtiyor 3 kungacha bo'ldi. Mal qo'yni setish sotmas ixtiyor bor desa, yana 3 kungacha mal qo'yni setish yoki sotmas ixtiyorim bor deb shu shartni qo'yib setibdi. Bo'lsa, buniki natijasi qanday o'tadi desa, sahha in ulima mahallul khiyari va thamanuhu. Ya'ni endi bunda suratda taxsisniki misoldagi ma'sulatda agar mahallul xiyar degani ixtiyor qilingan obyekt degan gap. Ixtiyor qilingan obyekt, ya'ni shu oq qo'y yoki qora qo'y. Va thamanuhu va uning pulisi. Ya'ni shu oq qo'yning qancha pul ekanligi ma'lum bo'lsa, sahha bu so'di durust. Yana nima degan gap? Demakki shu gapning davomi. Agar bir odam ikki qo'yni sotibdi, ikki qo'yni mingga sotibdi. Oq qo'y, oq qora qo'y. Unga endi debdi, ma oq qo'yni 3 kungacha sotmaslik ixtiyorligim bor. Lekin oq qo'yning pulisi 400 qo'y. Ma qora qo'yning pulisi 600 qo'y debdi. Endi yana bunda uch bo'lgan bo'lsa, bu so'di durust. Demak, bu so'di durustdir. Bu taxsis misoli, bu so'di durust. Bu so'dining nimishqa durust bo'lganligini biz hozir endi Musannif rahimahulloh tafsir bayon qilib o'tdi. Nimishqa durust? Nimishqa durust desa, لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ ديتو. مش قال لأن المبيع çünkü ma satılgan ihtiyar bilen satılgan ma qo'y deylar. İhtiyar bilen satılgan bu qo'y yadkhulu fil icab degan icabning tahtiga daxil. İcab degan abi şöyle bitib bo'ldim. So'da ikki rukni va bir icab yani bir qabul dedikmi? İcabning tahtiga daxil. İhtiyar bilen satılgan qo'y icabning tahtiga daxil, hukmning tahtiga daxil emas. Tasara fi sebebi ken neshi. Bu sebepte sebeplik cihatte, sebep buluş cihatte xuddi nasx amalni qoldirish o'xshaydi. Yani bunda degani va bunda ixtiyor bilan satilgan narsa degan. İhtiyar bilan satilgan narsa deydi ki, men ikki qo'yni 1000 qo'yga sotdim, ikki oq qo'y qora qo'yni. Lekin men oq qo'yni 3 kungacha sotmas ixtiyorim bor dedim. İxtiyorim bor dedi. Buniki bahasini qo'ydi. Endi nimishqa bu masoda durustdir desa, chunki bu so'dniki to'g'ri bo'lishiga sabab, chunki ixtiyor bilan sotilgan mal qo'y yadkhulu fil ijab. Ijabninki tahtiga daxil. Ijab degan nima? Ya'ni egallab qo'yish, so'dniki nima beshini bog'lab qo'yish degan bo'ladi. So'dni beshini bog'lab qo'yish. Masalan, mal qo'yni 2000 qo'yga oldim men debdi, sotdim debdi. Ixtiyor bilan deganima, ijabning tahtiga daxilligini alomati nima desanglar? Ya'ni mal qo'yni 2000 qo'yga oldim deb deyishib qo'ysa, pulni bermagan taqdirdami? Ikkisi deyishib bo'ldi. Qo'li qirqish bo'ldi. Men sotdim dedi, oldim dedi. Ma odam 3 kungacha ixtiyorligim bor, sotmayman dedi. Lekin degan bilan mushu qo'yni bilak adamga sotolmaydi. Birinchidan mushu qo'yni bilak adamga sotolmaydi odam. Bir. Ikkinchi alomati mushu qo'yning bahosini ko'tarib ololmaydi. Qiymash tutamay, deyishgan bahoni qiymash ololmaydi. Demak, ma ijobniki alomat bo'ldimi? La fil hukm degan hukmga kelmaydi degani setilib bo'ldi deb tam qo'yolmaydi yani. Setilib bo'ldi. Mana ma qo'y 100% ma sotib olgan odamning bo'lib bo'ldi deyilmaydi. Nimishqa? Chunki odamning ixtiyorlik sharti bor. Ixtiyorlik sharti bor. Endi nima? Maniki ijobniki chekigina, ya'ni egallab qo'yib ana buni sotolmaydigan bo'lib qilishi, bahosiga to'lanmaydigan bo'lib qilishiga sabab ijobning tahtiga daxil bo'lg'ini majhatdan bu nasxga o'xshaydi. Fasara fi sababi kan nasxi. Majhatda xuddi amalni qoldiradigan nasxga o'xshaydi. Ilgari misolda eslangda bordi. Nasxning misolida nima dedi? Bir adam ikki qo'yni 1000 qo'yga sotdi. 1000 qo'yga sotdi, bir qo'y ulab qoldi. Bir qo'y ulab qolgan bo'lsa, shu chaqda shu qo'yning ulab qilishi shu 1000 qo'y pulni shu sodidagi shu qo'yning haqidagi 500 qo'y pul olsa, masalan, shu haqida nima amalni qoldirishning sababi. Shu qo'y ulab qolmagan bo'lsa, pul 1000 qo'y beriladi. Ma qo'y ulab qolgandan keyin 500 qo'y qoldi pulsa, qolib qolgan pulni bitta, uni bermaydi. Uning sababi nima? Shu qo'yni ulab qolish sababi shuma. Xuddi shuningdek, sabab jihatda, ya'ni demak nima qilib bo'lgan ekan? U 1000 qo'y pul bir qash sabit bo'lib muqimlashib bo'lgandan keyin ma sabab kin paydo bo'lgan sababdan u amalni qoldirma, bahs qo'y amalni qoldirildi. Xuddi shunga o'xshatgan tarafi ma'nan. Shuniki ma
ixtiyor qilingan, ma'lum bo'lgandiki, shunga o'xshatgan tarafi ikkisini nima qildi? Satdi. Ikki qo'yni, ikkilisini satdi, lekin birini ixtiyor bilan satdi. 3 kundan keyin agar ixtiyor bilan nima qildi buni? Ixtiyor bilan, "Ama nima ixtiyor bilan yonib oldim. Chunki men shartim bor. Men siz bilan shartlashgan, men siz bilan shartlashgan. Shu shartning sababidan men ixtiyorlik huquqim bilan mal qo'yni satmaslikni qaror qildim" deb qaror qilsa bu odam, farzand taqdira, qaror qilsa, likkiday shu 500 qo'ylab qo'ynima, odam yenib ketadi. Masoda sabit bo'ladi. Muqimlish bo'lgandan keyin, pishib bo'lgandan keyin, andan shu ixtiyorlik bor qo'y yenib ketish jihatda xuddi o'ylab qolgan qo'y, o'ylab qolgan qo'yni o'rniga keyin nima amalni qilganda, so'da amalni qilganday, ma'lum shuni amalni qildi. Ya'ni mush jihatda nimaga o'xshaydi? Xuddi nasxga o'xshaydi. Ya'ni amalni qoldirish. Amalni qoldirish o'zi emas, lekin amalni qoldirish o'xshaydi. Nimishqa amalni qoldirish o'xshaydi deymiz desak, chunki buni yonda o'tishma nima mumkin. 3 kungacha qaror qilib bu qo'yni yonda o'lishi mumkin, satmay. Yondimasligi mumkin. Shuning uchun o'xshaydi deymiz. Agar %100 yonda o'tgan bo'lgan bo'lsa, agar yonda o'tib qolgandan keyin buning hukmi nima hukm beriladi? Nasxning hukmi beriladi. Amalni qoldirish hukmi berilgan chaqda amalni qoldirgani kuchga ega emas, amalni qoldirmaganining furusi bito. Demak, shundami? Endi ma bir jihatdan nimaga o'xshada? Endi ijob jihatdan nimaga nasxga o'xshadi. Va fil hukmi kal istisnai deydi. Hukm jihatda istisnoga o'xshadi. Hukm jihatda istisnoga o'xshadi. Endi istisnoning hukmi nima? Istisnoning hukmi degan istisno ya'ni chiqarib oladigan illa dedik. Men illa degan so'z chiqarib oladigan so'z. Mustasno degan chiqarib olingan so'z. Mustasnoi minhu degan illadan ilgirki chiqarib olingan so'z. Mustasnoi minhu umumiy so'z. Mustasno xos so'z. Istisno bo'lsa, shu xos so'zni umumiy so'zdan chiqarib oladigan nima? Vosita. Bunda jihatda istisnoga o'xshaydigan gap, ya'ni hukm jihatda istisnoga o'xshaydi degan gap. Demak, men ma qo'yda meniki setishga satmas ixtiyorligim bor degan jihat istisnoga o'xshatgan tarafini qarasak, demak ma qo'y sizniki namoz o'tmadi. Ma qo'yniki setilishi %100 kesilmadi. Siz namozni ma qo'y o'tmadi. Siz namozga ma qo'y o'tmagandan keyin buni sizga pul bermisin bu. Demak, meni ham sizga sotgan bo'ldim degan hukm chiqdi bundan. Meni ham sizga sotgan bo'ldim. Ikkinchi jihatdan birisi sotilgan, yana birisi sotilmagan degan hukm chiqdi. Nimaga o'xshaymi? Nasxga o'xshaymi shu hukm? Istisnoga o'xshaymi shu hukm chiqqandan keyin, shunga bu ma suratda, taxsis suratda nima qo'y sotiladi. Qo'y, ya'ni bir qo'y sotiladi. Bu savdo durust degan gap. Ya'ni bu savdo nima? To'g'ri bo'ldi. Bu qo'yni xuddi nima qilgan bo'lsa, qo'y ash qulni, ma qo'yni yanduvasin, qo'y yanduvasin, ma savdo bo'laydi. Endi yeni bir surada fa iza juhila ahaduhuma la yasihhu li shabahil istisnai deydi. Agar qachonki bu ikkisining biri bilinmay qolib qolsa, noma'lum bo'lib qolsa endi. Hemen la yasihhu degan bu savdo durust bo'lmaydi, ya'ni to'g'ri bo'lmaydi. Nimishqa li shabahil istisna degan bu istisnoga o'xshab qolganlik uchun. Bu istisnoga o'xshab qoldi majatda. Nimishqa deganda bilinmasa deganda endi masalan ma 2 qo'yni sotdim. Sizga ma 2 qo'yni sotdim. Sizga ma 2 qo'yni sotdim. Lekin ma 2 qo'yning birini sotdim. Ma 2 qo'yni mumkin sotdim. Ma 2 qo'yning birini sotish, sotmaslik mening nimam bor? İxtiyorligim bor. Ma 2 qo'yning birini sotish, sotmaslik ixtiyorligim bor deb qopti berdim. 2 qo'yni sotdim. Mumkinga. Ma oq qo'yni sotish, sotmaslik ixtiyorligim bor debdi. Yoki ma 2 qo'yni sotdim. Ma 5 qo'ylab qo'yni. 500 qo'ylab qo'yni sotish, sotmaslik ixtiyorligim bor deb qopti. Lekin ya ma qo'y ya oq qo'y, ya oq qo'y ya qo'y deb nima ism qo'ymabdi. Munda jihat bo'lsa. Ya hech kelsa masalan. Ma 2 qo'yni mumkinga sotdim. Ma 2 qo'yni mumkinga sotdim.
Bu ikisini birisi iş qilib, ikisini birisine satmas huquqim bor debdi. Mida ikkisi mujmal gap qilibdi. Bunda bo'lgan chaqda nima bo'ldi? Mas'uliyatda bu savdo durust bo'lmaydi. Mas'uliyatda bu savdo durust bo'lmaydi. Nima ish durust bo'lmaydi? Li shabahil istisna. Bu istisna o'xshab qoldi. Bu zaatda istisna o'xshab qoldi. Demak, istisna degan gap agarda istisna o'xshab qolganligi nima? Agar mustasna, ya'ni istisna qilib chiqarib olingan narsa noma'lum, majhul bo'lsa, bu majhullik nimaga noma'lumlik? 5 qima nima qilib ketadi? 5 qima sizib o'tib ketadi. 5 qima sizib o'tib ketadi. Ya'ni demak, ma'qo'yniki ikkisiniki qaysini ixtiyor berilganligini bilmasa, yoki ixtiyor berilganligini ixtiyor va satmaslik ixtiyorligi bor qo'yning qancha pulligini bilmasa, yeni birisniki qancha pulligini qo'lamaydi. Yeni birisining qancha pulligini qo'lamaydi. Shu sababdan bu savdo nima emas, durust bo'lmaydi. Va iza ulima kullu wahidin minhuma, hamda yine bir tekrar ettiğim biz teklab tafsili bank üçün. Yani qachonki bu mas'uliyatdagi, ya'ni ixtiyorli qilib degan misaldagi suratdagi her bir ma'lum bo'lsa, ya'ni men oq qo'ylan qora qo'yni mingga ko'rsatdim, oq qo'yni ya'ni 500 qo'ylan oq qo'yni satmaslik ixtiyorligim bor deb bunda degan bo'lsa, yasihhu degan durust bo'ladi. Nimishqa li shabahin naskhi degan 5 so'zlab bitib bo'ldi ma'no ilgirdi. Li shabahin naskhi degan bu amaldan qoldirishga o'xshash. Amaldan qoldirishga o'xshaydi. Amaldan qoldirishga o'xshagandan keyin demak amaldan qoldirgan chaqda shu bir qo'y ulab qolgan, bir qo'y ikki qo'yni ming ko'rsatib, u qo'yniki birisi setib olgan odamga topshirishdan burun u qo'ydan birisi ulab qolsa, dikkiday bu amal shu ulab qolgan qo'yniki haqidagi pul bu savdo amaldan qoldi. Nimishqa sabab shu qo'yni ulab qolish bundan sabab bo'ldi. Xuddi shuningdek, nima dedim u? Mas'uliyatdimi, ya'ni taksisniki mas'uliyatdimi? Ikki qo'yni setibdi bu yerda, ikki qo'yni setib, meniki oq qo'y, qora qo'yni mingga ko'rsatdim. Oq qo'yni satmaslik yoki setish yoki satmaslik 3 kungacha. Huquqim bor, oq qo'y 500 qo'y, qora qo'y 500 qo'y degan bo'lsa, oq qo'y 500 qo'y, qora qo'y 500 qo'y deb degan bo'lsa, 3 kundan keyin oq qo'yni shart bo'yicha ixtiyorlik oq qo'yni satmayotgan bo'ldim desa, mana mushu savdo sabit bo'lib muqimlashib bo'lgandan keyin xuddi amaldan qoldirgan bilan o'xshash bo'ldi. Bu jihatda o'xshash. Muqimlashib bo'lgandan keyin, ya'ni 1000 qo'y pul aniq bitgan ma ikki qo'yni bitgan bo'lib bo'lgandan keyin bir qo'yni bitgan bo'lib yandivog'ining o'zi nima? Bu nima qilgan bo'ldi? Savdoning boshida yandivog'lik bo'lmay, balki kin bo'lgan nasx amaldan qoldirish o'xshagan bo'ldi. ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء deydi. Bu yerda istisnoga o'xshashlik tarifi e'tibor qilinmadi. Hatta yafsuda bish-shartil fasidi. Hatta yafsuda bish-shartil fasid. Buzuq shart bilan fasid, ya'ni bu savdo buzilib ketadi degili. Bu yerdagi istisnoga o'xshashlik tarifi nimaga qatarganmidi mas'uliyatda? Faqat nimaga amaldan qoldirish degan nasxga o'xshaydigan tariflar qatarga ilindi. Shu sababdan bu savdo durust bo'ldi. Lekin istisnoga o'xshaydigan tarifi qatarga ilinmadi. Masalan, shart fasid bilan buzib ketdi dedik-ku. Buni bir shart o'z qolsa-da, shart fasid degan masalan, men qo'yni 2000 ga ko'rsatdim. Lekin meni satmadim. Ikki qo'yni mingga ko'rsatdim. Lekin qo'yni satmadim desa, buning hech qanday bayonot bermasa, qo'yni satmadim. Qo'yni 500 qo'ylaq qo'yni satmadim deb, qo'yni satmadim desa, bu savdo chegilmaydi dedik. Nima chegilmaydi deganda, chunki buning chegilishi uchun biz 1000 qo'yga satdim degan gap bo'ldi edi. 1000 qo'yga satdim. Lekin meni satmadim deganda, bu qo'y shu bir satiladigan birning satilishi uchun chuqum bu 1000 qo'yga qo'yilishi kerak. Bu 1000 qo'yga qo'ymaydi. Chuqum ikkinchi satilishi kerak satilsa. Bu ikkinchi satish uchun birini chiqib satilmaydi. Bining bahosini o'qamadik. Shuna yerda bu savdo chegilmaydi deb shuni tushundikmi? Lekin mas'uliyatda uni qatorga olmadik. Nimishqa bu suratdagi
istisnoga o'xshatgan tarafi ojiz, nasxga o'xshatgan tarafi qattiq kuchli. Nasxga o'xshatgan tarafi, ya'ni uchuq bayon qildik ayna. Masalan, men ma ikki qo'yni ming qo'yga sotdim, oq qo'y, qora qo'yni. Oq qo'yni yondirib o'lish 3 kungacha setish yoki sotmaslik huquqim, ixtiyorligim bor. Oq qo'y 500 qo'y, qora qo'y 500 qo'y deb sotgan bo'lsa, bu yerda qarmoqqa istisnodagidek, endi 5 ta ming qo'yga sotdim degan gap bo'lgandek qilgan bilanmi, lekin buningda tafsili ikkisining baholarini tafsili bayon qildim. Tafsili bayon qilgandan keyin bu yerda jaholat kelib chiqmadi, ya'ni bilmaslik, noma'lumlik kelib chiqmadi. Birma unun keyindan noma'lumlik kelib chiqmagandan keyin bu yerda talash-tartib kelib chiqmaydi. Ikkinchisi bu amaldan qoldirishga o'xshayotgan tarafga bir kuchli bo'lib ketdi. Mishqa 5 ta amaldan qoldirishda bir qo'y uylab qolib qolsa, xuddi igizga yonmagandek, igizga uylab qolsa shu sababdan likkiday qo'yniga pulisidan 500 qo'y tushib ketgandek, mas'uliyatmi agarda ixtiyorlik bilan abi qo'yni yondirib qolib qolsa, qo'yning pulisidan 500 qo'y tushib ketadi. Endi demak, mushu e'tiboran, mushu jihatni qatorlab turib, bu nasxga qattiq %100 o'xshatgan. Nasxga %100 o'xshatgan, ammo istisnoga o'xshatgan tarafida bundan nima chiqmayotgan, jaholat kelib chiqmayotgan, noma'lumlik kelib chiqmayotgan deb istisnoga o'xshatgan tarafini qatorga ilinmadi. Bi xilafil hurri val abdi iza bayyana hissata kulli wahidin minhuma inda Abi Hanife rahimahullah. İnda Abi Hanife rahimahullah. Yani bu hamda ma 5 kuzab o'tgan ozod bilan qulni setishning xilofi bilan. İza bayyana degan qachonki bayyana hissata kulli wahidin minhuma. Yani ozod bilan qulning har biriniki hassini, har birining ulushini, nasibasini bayon qilib, ozod bilan qulni sotganligi xilaf bilan inda Abi Hanife rahimullahning ko'z qarashida. Bunda degan hamda 5 tika shu 5 ta bizga nazirul istisnai deb istisnoga 2 dona misolni bayon qilgan. 2 misolning birida nima degan? Agar quldan birini, ozoddan birini, mao ikkisi 1000 qo'y deb sotgan bo'lsa, bu savdo durust bo'lmaydi. Maksimum demishqa ozod tabiiy sotilmaydi. Ozod tabiiy sotilmaydi. Demek bu adamga 2 narsani bu adam 1000 qo'yga oldi. Adam 1000 qo'yga sotdi. Onun amaliyoti bir sotilmadi. Sotilmagandan keyin sotilmaganiki ozodniki qancha pulligini qo'lamaydi uni. Ozodning qancha pulligini qo'lamaydi, chunki ozodning sotilmaydi. Ozodning qancha pulni qo'lamaydi, sotilmaydi ozod degan. Sotilmagandan keyin bu savdo haq uchoq dursamaydi dedik. Lekin hatta bu ozodni ma azat 500 qo'y. Ma azat 500 qo'y. Ma azatning ismi to'xtaydi, ama azat deb sotmaydi sotganda u. Ma ishqi qulni deb sotadi. Endi ma to'xta 500 qo'y, Mamat 500 qo'y deb ayirib sotgan bo'lsa-mu, asriyatda nima qilmaydi? Mas'uliyatda Abi Hanife rahimullahning qarashida bu savdo chigilmaydi. Hatto ash birdimi chigilmaydi, ya'ni quldimi chigilmaydi. 500 qo'y degan azat olganlik sotilmaydigan men to'g'risin, degan ma qul sotayotgan demaydi. Nimishqa? Chunki buniki nasxga o'xshatgan tarafi azadda yo'q. Amalni qoldirishga o'xshatgan o'xshash taraf yo'q deydi Imom Azam rahimahulloh. Bu faqatlam istisnoga o'xshaydi. Ya'ni buni o'xshatgani istisnoga ham o'xshaydi. Ya'ni demak, men ma'ni sotdim, ma'ni sotmadim degan gap bo'ldi buni ma'nosi. Ma'ni sotdim. Qancha ayib degan bo'lsa, ma'ni sotdim deyish boshda, deyish so'zning boshda, ma'ni mumkin sotdim, ma'ni sotmadim deyish boshda joiz emas. Başta joiz olmagandan keyin nima o'ta bu chaqda bu dursamaydi deydi. Lekin bu masalada Imom Abu Yusuf Imom Muhammad rahimahulloh nima deydi? Agar mida qul bilan azatni setib, ma'qul 500 qo'y, ma yeni bir azat degani, ma 500 qo'y degan bo'lsa, shu quldagi savdo kuchiga nima deyki, azat savdo u batillab ketadi. Agar bu uylag narsa bilan teng narsani sotgan bo'lsa, uni setib ikkisini bir pul sotmay, ikkisini ma 500 qo'y, ma uyligi 500 qo'y, ma 500 qo'y deb pulni olmagan bo'lsa, tigi kuchiga uyligi uch emas deb Imom Abu Yusuf Imom Muhammad rahimahulloh bunda deydi. Lekin Abi Hanife rahimahulloh bunda harom halollik masalasiki, qul bilan ozodni birlashtirib sotgandiki, anda bunda masalalarda hammada qancha ayrim sotgan bo'lsa-mu, kuchiga emas. Uniki sizib ketadi, uniki abiniki masalan ozod sotilmagan taqdirda qulma sotilmaydi. Bu savdo baştilla
kuchga ega emas deb Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh shundoq deydi. Endi bu yerda qarindoshlar, bunda deganlik ozoddan qulunsa sariq sasib o'tqancha degan gap emas. Fiqh degan hukm qilib emas. Gunoh, savob butqon, bunda ishniki bu nochar ish, u bu degan ishlarni hammani u boshqa gap. Fiqh shu dunyolikqa nima qilib hukm qildi. Mana shu qilsang bo'tu, mana shu qilsang bo'lmaydi deb ham aytdi. Lekin u jabbak yomon ishgan, gunoh o'tgan ishga atifiy, ya'ni bunda odamniki qattiq ochig'ini keltirgan, vijdoniga tegadigan bunda gaplar bu bizniki nima emas, tadqiqot doiramiz u emas. Bu ish qilsang bo'tu, bo'lmaydi. Bu ish gunoh ish bo'lamdi, gunoh ish bo'lmamdi. Ondan gunoh ish bo'lsa mana qilsang bo'lmaydi, savob ish bo'lsa mana qilsang bo'tu. Lekin savob gunoh masalasini demaydi fiqhda. Haram yoki halol, xolos. Endi demak, bugungi darsimiz mana bu yerda oxirlashdi. Endi xulos qilam. Ya'ni shu 5 dan tortib demakchi bo'lgan gap, sizga menda qalini qadirib, murakkablashtirib, demakchi bo'lgan gap nima deganda biz sizga dastlabda omni so'z dedi Musanif rahimahulloh. Om degan umumiy so'z. Qur'oni Karimda umumiy so'z kelsa, shu umumiy so'z o'z doirasiga otgan hamma doiradagi bo'laklarning qat'iyligini bildirdi. Degan qat'iy degan gap, ya'ni kaskin hukm chiqdi bundan. Kaskin hukm. Ya'ni farz hukm chiqdi, farz. Ondan lekin ba'zi chaqlarda shu umumiy so'zlar hamma o'ziga olgan hamma doirasini olmay, ba'zi doirasini, bir qism doirasini o'z ichiga olib, qolgan doirasini o'z ichiga olmaydigan. Ba'zi chaqda bir qism doirasini o'z ichiga olmay, qolgan doirani o'z ichiga oladigan shunday holatlar bu-da. Bu holatlar biz 3 xil holatdan, 3 xil sababdan bu-da. Biri ya buni bilan bu-da istisnodan biskito. Umumiy so'zning keynidilam istisnodan biskito masalan. Ja'al qavmu illa Zaydan deganday. Kishilar hammasi keldi, faqat Zayd kelmadi deganday bunda istisnodan biskito. Mush sababdan demak Zayd degan gapni chiqarib o'tdi-da. İkincisi nasx amalni qoldirish yo'li bilan bu-da. Anda istisno kelmadi lekin amalni qoldirish. Masalan, abaytmas so'zlab o'tgandek masalaga umumiy so'zdan birini so'zlab, uning keynidan, uni istisno bir qanday harf akamilam, o'zi mustaqil shu umumiy so'zga qarama-qarshi ketgan xos xususiy so'zdan birini bayon qilamiz. Masalan, biz misol so'zlab o'tgandek, masalan, mudir, maktabning mudiri bugun bu hafta o'quvchilar to'liq maktabda o'qiydi deb e'lon uqtirish chiqarib, uni keyin seshanba kunlikda o'quvchilar bugun maktab kelmaydi deb yana shu mudir uqtirish chiqargan. Mana bu nima? Umumiy so'zga xususiy so'zdan birisi kelib, shu umumiy so'zning mush doirasini amaldan qoldirgani. Seshanba kunlikda o'qiydi degan doirani amaldan qoldirgan. Mana surat. Uchinchi surat chu desa, xoslash yo'li bilan. Nima qilish? Xoslash yo'li bilan umumiy so'zniki doirasini ma'lum bir bo'lagiga xoslab qo'yish yoki ma'lum bir bo'lakni umumiy so'zning doirasidan xoslab chiqarib olish. Buniki bizga asosiy bir demakchi bo'lgani bugungi misollarda mushuni demakchi. Ya'ni xoslik deganlik umumiy so'zni amaldan qoldirdik deganlik emas deydi Musanif rahimahulloh maqsadi. Umumiy so'zni xoslik deganligimiz umumiy so'zni amaldan qoldirganlik emas. Shu 5 eng 5 so'zlab o'tgan bir misol var, ya'ni oyatdagi misol, qasi misol oyatdagi misol bo'lsa va in ahadun minal mushrikin istajaraka fa aminhu. Yani agar mushriklardan biri sizdan amonlik tilab qolsa, uning amonlik bering degan bu oyatni xos dedi Musanif rahimahulloh. Bu oyat xos. Bu oyat xos, ya'ni xoslik uchun oyat. Bu umumiy so'zni misol, umumiy oyatni misol 5 oyatda, ya'ni faqtuluhum haythu saqiftumuhum degan oyat 5 oyat. Nima? Bu umumiy oyatning hukmi umumiy, ya'ni u mushriklarni topgan yerda o'tiringlar dedi jangda. Topgan yerda o'tiringlar degani umumiy ma. Uni keyin mushriklardan biri sizdan amonlik tilab qolsa, uning amonlik bilan degani xususiy ma. Endi bu oyat bilan bo'g'ini. Oyat keldi bu yerda, oyat keldi. Yani oyat bilan nima xoslandi, lekin mushat demakchi o'g'ini. Mushuning o'zi ani nima amaldan qoldirganlik emas edi. Buningni hukmini amaldan qoldirganlik emas. Balki
bir yerdeki müşriklerin bir amallık bilen degeni ay 5 ta müşriklerini tapqayda öldürün degen aşı hükümünün özüdü yokmuş deydi. Aşı hükümünün özüdü yok mamuşu. Baldi avba kin andı mani anı çıkırvattık degen emas. Belki 5 ta müşriklerini tapqayda öldürün degen sizler tangmudan uğuştuğan şu can kılıçıp tuğan, can kıp tuğan, uğuşup tuğan müşrikne tapqayda öldürün. Devan kinkisi mao kinkisi neme bolgan onuga bir uçuklamadı. İlgili ayetki mucmellikte mao nima? Manda roşanlaştırıp bergen, uçuklaştırıp bergen. Andın. Yani sizler bir gibi bunu mezun yapıp tutacakda bir gibi uğuştuğunu öldürün deken ma uğuşmay tuğan, uğuşmağanlığını ne bakman öldürmen. Sizler uğuşmay sizge teslim bolganını öldürmen. Öldürmegende hikmetli var, öldürmese mesela belki bu Müslüman bulup kılışı mümkün ya o Müslüman bulmasa onun balası Müslüman bulup kılışı mümkün, evlatları Müslüman bulup kılışı mümkün. Onun dekin o Allah'ın seligini baş tülep oturdu, baş tülesi Müslümanlığa İslam devleti kuşlanıdı. İslam devleti kuşlansa uçakta hem öylenge İslam'daki tekimi kenarışıga, İslam askerlerine hem her cihetten yaxşılık buludu. Demek bu şu ayetteki misal mı yana? Demek çoğuna mav emelden kaldıqanlıq emas. Bunda mesela emelden kaldıqanlıq emas, belki ilgili mucmellikni ma bayan qilib berganlik. Ayetdeki demek çoğunum aslida nimalar amallik degan adam aslida tapqayda o'tdinglar degan hukmiga kelmaydi. Chunki urushmagan odamni o'ldirman degan gap aslida. Mana mazmunda shuni demoqchi Musa Ibrahimo'lani demoqchi o'g'lim. Ikkinchi va uch qo'ygan masala mumkindan nama'lum bo'lib qatqashib barchaqda dedi. Nama'lum bo'lib qolgan masalada masalan ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degan oyatni dalil keltirgan. Alloh taolo savdo sotiqni halol qildi, jazoni harom qildi degan yerda mishadagi jazona degan gapning o'zi, mishadagi jazona degan gapning o'zi bir nima mujmal gap. Jazona degan gapning o'zi mujmal gap, nama'lum gap, nama'lum. Biz bilmaymiz. Jazona degan nima? Jazoni deganda biz qachon bildik? Payg'ambar alayhisalom hadis orqali bizga tafsili deb bergandan keyin bildik. Mush oyatning o'zidan riba degan gap tilda ma'nosi, lug'at ma'nosida ziyoda. Ziyoda degan gap. Riba degan gap ziyoda. Demak ziyoda degan gap tijoratning hammasi ziyoda. Bu hamma odam tijoratda bir ko'y qilib, ikki ko'yga sotadi, hammada bor. Demak biz uqolmagandan keyin bu uqolmaslik nimaga shu Alloh sodni halol qildi degan sodning hammasi chiqib ketadi. Biz jazoni uqolmagandan keyin masalan sodniki tijoratning her qanday shundiki, her qanday shakldagi, her qanday tipdagi tijoratniki shu jazoni bo'lib qolish ehtimoli bo'lib qoldi. Biz bilmagandan keyin har birini bo'lib qolish ehtimolligi bor. Endi mushunda bilmaslikni nima bilmaslik paydo bo'lgan chaqda hadis ahad, hadis mutawatir bo'lmasa hadis ahaddan. Qiyos orqali biz nima qila olamiz? Mush bilmas mujmallikni aydınlaştıra alayımız. Hadis şeriften Peygamber Aleyhisselam altınga satmakçı bolsаңlar, kümüştü kümüşke satmakçı bolsаңlar, buğdayını buğdaya satmakçı bolsаңlar, tuzunu tuzunu satmakçı bolsаңlar, hormonu hormoga satmakçı bolsаңlar, apını apıga satmakçı bolsаңlar, o'qishchini o'qishchiga o'pmi o'xshash, tangmu tang bab-baravar satinglar. Naq-mu naq satinglar. Agar bir jinsni satmoqchi bo'lsangiz, bir qiymat ortiq kam ziyoda qilib solsanglar, jazoni bo'ladi deb Payg'ambar tushuntirib bergandan ha, jazoni degan mush ekan dedik. Demak, bu tushuntirib berishning o'zi almadagi ribo degan gapni amaldan qoldirish emas, balki nima uchuqlab berish. Tushundingmi? Endi demak, agar ma'lum bo'lsa, agar yuqoridagidek ma'lum bo'lgan vaqtda buniki aslida nima kimyolikni bayon qilgan. Agar mesela amallik degan odamniki masalasida amallik degan odamni hammadan bilaydi u, amallik degan odam kimligini. Lekin 5tiki udumudu qarshimiga desa aslida Alloh taolaning maqsadida 5ta deganda sizlar mushriklarni tapqada o'ldinglar degan hukmni ichiga amallik degan kim aytgan degan gap chiqdi. Ma'ni bildirmoqchi maqsadimiz. Biz aytgan misolda o'g'ilchi misolda berdim-ku. Ikkinchisida mujmal ulab qolgan shu deganda kelgan keyinki uni uchuqlama so'rab kelgan. Uchuqlama so'rab kelgan. Ya'ni mao munda degan bo'ldi, ma degan munda degan bo'ldi. Deb uchuqlamolab kelgan. Demak, ikki xil yo'ldan bo'lib kelgan. Amniki xoslanishi yoki nima qilish aslida mushu xoslab kelgan hukm aslida ash amniki umumiy so'zning doirasiga kelmaganligini bildirish. Yoki nima bildirish? Asos xulos qilaman. Bu darsni butunlay asos xulos qilam. Asos birinchisi bu darsni aslida umumiy so'zning doirasiga kirmaydiganligini bildirish yoki ikkinchisi bo'lsa shu so'zdagi mujmallikni
nima ro'shanlashtirib, uchiqlashtirib uchun mushundaq amla xoslashib qolgan ish bor. Bu ya'ni bizniki Hanafiy mazhabidagi asosiy qoida, ya'ni am qat'idur. Buni anda nimalar xoslashtirolmaydi, hadis ahad va qiyosda xoslashtirolmaydi degan qoidaga xilof emasmi? Buni xilofmi deb qo'lingizda o'ylab qolmang demoqchi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.